Narx so'raganga narx, sifat so'raganga sifat beramiz xudo xolasa. Darvozamiz Samarqand Po'zon Shohon dizayn darvoza full holatda bo'ldi. Materiallarni aytib o'taman, keyin narxlarini aytib o'taman. Narxi yaxshi bo'lsa, bitta fikrini bildirib qo'yasizlar. Stokalar 12 li rossiyskiy shveler bo'lgan stokasdagi bezliq holatda bo'ldi. Rossiyskiy shveler 12 li, profillarimiz 6 ga 4 1.2 listlarimiz 2 li list 198 199. Rivlonga joylari ikkinchi qavatlari. Profilni ham e'tibor berasizlar. 2 ga 1 zina shaklda ishlagan. Qo'qqi gullarga e'tibor berasizlar. Kirib chiqadigan eshiklar o'ng to'g'ri avval holatda. Kraskasi har doim aytaman. Avtomobilning banichi toza kraska, 4 litrovka kraska emas. Narxi 1.400.000 so'mdan Andijonga zakasini olganmiz. So'novga yuboramiz xudo xolasa Andijon kulli. 1 kvadrat metri 1.100.000, 1.200.000 xohlaganlarga chiqarib berishimiz mumkin. Bu darvozaning materiali обязательно kraskasi rangli qiladi. Ko'pchilik narx 1.200.000 ga bor ekan, 1.250.000 ga bor ekan. Xohlagan narxingizda topasiz. Bu darvozani faqat materiallar kraskasida i sifatida aniq rangli qiladi. Ishlaydigan materialga qarab turib, narxini, sifatini ideal holatda O'zbekiston bo'ylab so'novga dastlab qilib beramiz. Darvozamiz sifati, narxi sizlarga yoqqan bo'lsa, ma'qul bo'lsa, qo'llab-quvvatlab turasizlar, fikrini bildirib qo'yasizlar. Darvozamiz razmeri professor balandligi 30 razmerda bo'ldi. Tepada 40 santimetrlik joyi ochilmaydigan bo'ldi. Darvozalarimiz nafaqat O'zbekiston bo'ylab yaqingi davlatlarga ham so'novga dastlabga kelishilgan holatda ish bitiramiz. Asosiysi sifatli narsa olasiz. Men harakat qilaman sifatli materialni sifatli darvozadagi o'rnatishlikka. Narxi 50.000 rangli qilishligi mumkin, lekin darvoza arzon narsa emasda, 1 milliondan yo'qdagi darvozani e'tibor bermasdan 50.000 ga sifatli narsadagi o'rnatishga qilishga harakat qilaverish kerak. Chunki darvozani ertaga prosta tak almashtiraman desangiz, sadan gapiringiz havoga chiqib qolishi emas. E'tibor uchun rahmat.